Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, bugünden başlap inşallah Şarkı Türk Söylemeler birlikte 2017 yılı 2. ayda İstanbul'da neşr kılınğan Avval İman namlı kitabını oquşunu başlayımız. Bu kitabın avtori Dr. Mecdi İlali. Giriş sözden başlap getir. Evvel iman. Doktor Mecdi İlali. Giriş söz. Nəhayət şəfqətlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Barlıq güzel mediye Allah'a bulsun. Biz Allah Teala'ga hamdü sana eytimiz ve onundan bizden doğru yola selişini, günahlarımızın əfv kılışını sorayımız. Şundaqla nefsimizin yamanlıklarından ve emellerimizin yaman aqibet elip gelişinden sığınıp panah dileyimiz. Allah hidayet kılan kişini hiç kim azdırılmaydı. Allah azdırgan kişini hiç kim hidayetki başlayalmaydı. Men yegane Allah'tan başka hiçbir ilahның yokluğu guvahlık verimen. Allah'ның hiçbir şeriki yoktur. Şundaqlı men Muhammed aleyhisselamның Allah'ның bendisi ve elçisi ikenligiga guvahlık verimen. Allah'ның rahmeti ve hatircemligi Muhammed aleyhisselam ve onun aile tavabatlarına hamd sahabelerge bolsun. Qalbida Allah'a ve ahiret günüge imanı bar her qandaq musulman üçün şundaq minatlar buludu ki, bu vaqtda öz alıdan içinidi. Özüde gaflet ve günah ma'siyetler bolğaçqa Allah bilen uçurishdan qo'rqish tuyg'usi chirmavalıdı. Şoňa imanly qalblar qançylyk qetip ketken bolşydan qat'i nazar, uningda Allah'a sığыныş, uning bilen münasibet bağlaş, qiziqish, Allah tarapyga yüzüniş iştiyaqı bolmay qalmaydı. Lekin qalbi qetip ketken kişiler qalbini dünya söýgüsinden ayırıp ahiret alimiga bağlaşdan aciz keledi. Köpünç ahvalda bir-biriga mundaq sual qoyuşudu. Biz ayal ve balıçaqlarımız arasında yürüp, kişilerden ayrılmay, bütün zihnimizni ibadetke atmay turup, qandaqmı Rabbani, Huday soyar bendelerden bulalaylı. Ameliyatda biz zihnimizden bu xil suallar arqalı qıpırtış ve aklımızdan xortishdan avval Muhammed aleyhisselam ümmetining eng yaxshi avlodlardan bo'lgan sahabe kiramlarning bu xil tanlamini eng to'g'ri usulda hal qila olgan hamda o'zlarining ma'naviy ehtiyojlari bilan jismoniy ehtiyojlar orasidagi tangpunliqlarni yangidan qurib chiqargan kishilar ekanligini esga olishimiz zarur. Bizning sahabelarni esga olishni tashabbus qilishimiz qandaqdir yuqorqidek moddiylik ve ma'naviyat orasidagi tangpunliqlarni amalga oshirishning mumkinligini ta'kidlashlar bo'lmasdan, balki islom ummatining faqat avvalqilari yaxshilangan narsa bilan yaxshilanganligini ta'kidlashdan iboratdir. Shu mislsiz avlodlarning ishlariga nazar solganimizda mundaq bir qancha nuqtalar ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Ulardan keyin kelgan avlodlar mayli namoz yoki ro'za jihatlardan bo'lsin, sahobalardan qilishmaydi. Shunga salaf solihlardan ba'zilari mundaq aytgan: Abu Bekir'ni sizlerden faziletli kılgını roza ve namazının köplük emas, belki kalbide mehkem orduğan imanıdır. İbn Mesud radiyallahu anhu öz yarellerine sizler Resulullah'ın sahabelerine qaraganda köp namaz okuyuslar, köp roza tutsuslar. Halbuki ular sizlerden evzelide degine de ular qandaq kılganda şulardek evzel bulgulu buludu dep soraşgan idi. İbn Mesud ularga cevap verip mundaqdaydı. Çünkü ular sizlere qaraganda dunyodan bekrek ahiretki qiziqishlar edi. İbn Mesud radiyallahu anhu bu yerda sahabe kiramlarning o'zlaridan keyingilardan ustun bo'lishiga sabab ularning qalblarining oxiratga zich bog'lanishi va oxiratga qiziqishining to'lim kuchli ekanligini. Shundaqla navoda dunyo ularning ilki o'tgan taqdirdami, ular uni arzimas narsa deb qarab, uningdan yuz o'raydiganlik sababli ularning ustunlik qozonganligini, ularning qalblari dunyodan xoli ahiret bilen tolgan kişilerden ekenlikini görsüdü. Mulayizlerden yani biri, sahabeler dünyanın taşlip etmeyen, taat ibadetini özüp koymagan ve cemiyetten ayrılıp yaşadıqanlar bulmasın, belki normal turmuş yaşaydı. Alal, pak nesleri yeydi ve ulardan özlerini mehrum koymaydı. Öğün etti, gülük çakçaklaşattı, malmın kılışattı, hem de ayalları ve balıçakları bilen oyun tamaşa kılattı. Şundak ular kişiler ara ilim birim koşatdı, iyilik tikleydi. Yani ular bu cihette adet kişiler bilen okşaş bir yönelişte idi. Mulayizlerden yani biri,
Ular hayatı şundaq bir muvazanatni əməliləşdirgan idi ki, keçiləri abid bolsa, gündüzləri çavandaz, ilim sahalarida ulama, jihad sahnalarida mujahid, mihrablarda ruku və səcdələr bilan taat ibadat qılğıçlar idi. Nodonlarga ta'lim beretdi. Hacetmenlerinin ihtiyacından çıkışqa aldıraytdı. Ular yana halal jüpler üçün yaxşı er, farzandlar üçün faziletlik ata-ana, qulum qoşunlar üçün esil dostlardan idi. Ular yana her kim paranlasa hiç kimi malallık es kıldırmaydıgan seyliq sipoya və xushxuy kişilerden idi. Ularning badani xalq ichida yaşagan, qalbi Allah üçün əməl qılğan kişiler idi. Ondaqda ular qandaq qılıb bu səviyyəyə yetken? Şübhəsiz ki, şu sarxıllarını tərbiyələşki ilahi mənhəc aldı bilen ularning qalblarini Allah'a bağlaşqa mərkəzləşken. Şoňlaşqa araq faqat hicretdən keyin haram qılınğan idi. Ramazan rozası faqat hicretin 2-nji ýylyga kelgende andyn farz kılıngan. 5 wagt namazmy Sıra we Miraç seferinde farz kılıngan idi. Amma tahajjud namazı İslam däweti başlangan mezgillerde farz kılınıp bolgan. Mana bu yaxşyraaq oýlanışyk tegişlik noktadyr. Çünki deslepki mezgillerde farz kılıngan talep boýunça kişide ibadat kılışynyň özü muşakkatly bir emel idi. Allah Taala mundak diýdi. Ey kimigi ýögen bolguç peýgamber, keçinin azgınısından başkası da 20 da yoki 20'den azraqı da yoki 20'den köpräk namaz okugun. Qur'anny tertil bilen, yani dana oçuq okugun. Muzammil suresi 1-nji ayetden 4-nji ayetgacha. Ondaqda nima üçün başqa şer'i taleplerden avval keçilik qiyamda turuş farz qılındı? Allah Taala cevabı mundaq deydi. Şübhəsiz ki, keçinin qiyamı, yani keçide kişinin ibadet üçün uykudan uyg'onib turishi eng muvafiqdir. Tinch bo'lganlik uchun keçinin qiraati eng to'g'ri bo'ladi. Muzammil suresi 6-oyat. Demek, boshqalar uxlayotganda kechalarda namoz o'qish, Qur'onni tilovat qilish va Qur'onni tafakkur qilish, shunaqla uzun qiyamda turish, ruku va sajda qilish qatorliq amallar qalbni qo'rshab turgan perdelarni yo'q qilib, qalb bilan Alloh o'rtasini to'sib turayotgan yo'lni dog'damlashtirdi. Däl şu çağda Allah'a yetiş, onunla yakınlaşış ve onun bilen bağlanış emelge aşıdı. Qalblar Allah'a ulaşkan ve Allah'ın tunuş alavatını tataganda taşqi cihettin özünü özgertiş, xuddi araq aram qılınış ve qalkida Allah Taala'nın şeytanның işidi yirak bolunlar degen bir cümle sözü arqılıq yüz bergen ahvallardek sizge emelge aşıqa başlaydı. Sahabeler yuqorqi ayet nazil bolgan vaqtda ayetni anlagan aman küpleridagi araqlarni töküp etkenlikten Medine köçüleri araqlar bilan tolgan edi. Bunun bilan birge Qur'an Kerimningmi ularning qalblariga ko'rsatgan ta'siri zo'r bo'lib, ular Qur'ondagi buyruqni anglagan aman darhol uni ijro qilishga, kelgan amr farmonga asosan hayotini yangi bir tus kirgizishga atlangan edi. Abdullah ibn Mas'ud mundaq dedi: Aramızdan biri navada Qur'ondan 10 ayet öğrengen bolsa, taki o şu 10 ayetning ma'nosini bilib, onunğa amal qilmoqcha keyingi ayetni öğrenishga o'tmaydi. İlahi menhejning sahabilerini tedrici terbiyelashga eng muhim aloyiqlarining biri qalblarini Allohga bog'lash kuchi va Qur'on Karimda o'rnak qilib ko'rsatilgan ilahi hidoyat nurini qabul qilishga tayyorlashi edi. Peygamber aleyhisselam terbiyede ularning a'zolarini ıslah qilishdan avval qalblarini ıslah qilishga ahamiyat bergan. Peygamber aleyhisselam sahabilerini ko'pincha mushkil yo'llanishda yuzlantirgan edi. Peygamber aleyhisselam mundaq deydi: Allah sizlarning qiyofatinglarga, ko'rinishinglarga qaramaydi, balki sizlarning qalbinglarga va amallaringlarga qaraydi. İmam Müslim rivayet qilgan. Peygamber aleyhisselam yana mundaq deydi: Bilinglar ki, insanның bedeninde bir parça göç var. Bu göç düzelse bütün beden tuzuldu. O buzulsa bütün beden buzuldu. O bolsumu qalbdir. Buxari ve Müslim rivayet qilgan. Yuqorqilardan imanning barliq amallarını hareket keltiradigan kuchga aylanish uchun islohotni oldi bilan qalblarni Allohga bog'lash va iman darixini qalblarga tikishdan boshlashning zarurligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Şoňa biz çoqum islohotni oldi bilan imandan boshlaymiz va imanni qalbda cho'nqur yildiz tartqizish uchun tirishchilik ko'rsatishimiz lozim. Shundala iman qalbdagi shubihlarni va shahvatlarni ko'ydirib tashlab, uningdagi fardalarni va zulmat qorong'uliqlarni betchit qiladi.
Qalb ıslah qilingan va qalb hayotga kirgan vaqtida tashqi beden a'zolarimi qalbga ergashgan holda ıslah bo'lishga boshlaydi. Demak, iymon tarbiyasini cho'qim ishga kirishtirish va uni boshqa tarbiyaviy taraflarning oldida olib berish zarur. Ba'zilar biz hammamiz iymon tarbiyasining zarurligiga va uni boshqa tarbiyalarning oldiga qo'yishning muhimligiga qoyil. Ammo qalbni Allohga bog'lash va qalb egisini xudosevar insonlar qatoridan qilish usullaridan bexabarmiz deyish mumkin. To'g'ri, amaliyotda bu yerda bu haqda bir qator ko'rsatmalar va tavsiyalar bor. Lekin ularni navbatda ko'z tutayotgan iymon tarbiyasi uchun mukammal plan deb ketgili bo'lmaydi. İmam İbn Qayyim Cevzi Allohga yuzlanganlarning daraja martabalari nomli asarida Allohga yuzlanganlarning manzillari, shundaqla ularning ahvoli va maqom darajalari hamda ularning yo'qolish mumkinchiligi bo'lgan oqibatlar va qanday qilganda shu oqibatlarni o'ngishli besib o'tkazib bo'lganligi to'g'risida to'xtalgan va iymon tarbiyasi planini ishga oshirishga muvaffaq bo'lgan bo'lib, u bu asarda Rasulullohning qalbni poklash va uni isloh qilish yo'li xilof bo'lgan jimiy maslaklarga radiya bergan edi. İmam İbn Qayyim amal ahlining besib o'tadigan manzillarini oldi bilan uyg'onish manzilidan boshlagan bo'lib, bu manzilni boshqa barliq manzillarning negizi, uningsiz Allohga yetadigan yo'l mavjud emas deb qaragan. Uningdan keyin boshqa manzillar haqida so'zlagan bo'lsa-mu, biroq mazkur uyg'onishni voyaga yetkazadigan kayfiyat va munosabatli ahvollarga kitobning o'xshamagan joylarida sizga ishorat qilib o'tgandan sirat alohid tafsiliy to'xtalmagan. Mana bu iymon tarbiyasiga asosiy nuqtalarning biri bo'lib, qalb uningsiz o'zining g'aflat va mugdisidan qutula olmaydi. Demak, iymon tarbiyasining eng avvalgi bosqichi qalbda iymonni jonlantirishdir. Bu bosqichni va uning natijalarini qo'lga keltirmay turib, boshqa bosqichlarga yetkilish mumkin emas. Uningsiz tavba manzili, ixlos manzili, ihson manzili, shukr manzili, Allohni cho'ng bilish va yelinish manzili hamda undan boshqa manzillar haqida so'z qilish aqlga sig'maydi. Bu nuqtadan qalbni uyqusidan uyg'otish va uni jonlantirish iymoniy tarbiyaning asosiy yadrosi. Bu bosqichni besib o'tmay turib elib berilgan tarbiya ko'zlagan nishonga yetolmaydi desak, xatolashgan bo'lmaymiz. Biz bu kitobda bo'libmi kitobning iymonni uyg'otish va iymonga hayotiy kuch baxsh etish to'g'risidagi xususiy boblarda ana shu iymon tarbiyasining eng muhim simolarini bayon qilishga kuchlidik. Kitobimiz kirish so'z va ikki bo'limdan tuzilgan bo'lib, kirish so'z iymon tarbiyasi elib berishdagi dastlabki bosqichning nishoni haqida degan mavzuda bo'ladi. Kitobimizning birinchi bo'limi nima uchun oldi bilan iymon tarbiyasi elib boramiz degan mavzuda bo'lib, bu bo'limda 4 bob so'zlanadi. Bular tövendeki tartib bo'yicha. Amalga turtki bo'lg'ich omillar, iymon haqiqati, iymon ojizliganda, haqiqiy hammadan avval iymon tarbiyasi elib berish lozim qatorliqlardir. Kitobning ikkinchi bo'limi iymon tarbiyasini eng avval qayerdan boshlaymiz mavzusida bo'lib, bu bo'limda iymon tarbiyasini boshlashning shartlari haqida bir muqaddima va 10 bob bor. Boblarning har birida qalbni uyg'otishning tövendeki usul qoidalaridan biri so'zlandi. Allah'tan qo'rqish, Qur'onni tafakkur bilan o'qish, kechalarni qiyam bilan, sahar vaqtlarini duo iltijolari bilan o'tkazish, Alloh yo'lida pul mol sarf qilishni davomlashtirish, zikr qilish va tafakkurni yurgizish, masjidga bog'lanib o'tish, xayrlik paytlarini g'animat bilish, ro'za tutish, ruhiy tarbiyaga oid asarlarni yandan ayirmaslik, tarbiyaviy ahamiyatga ega so'rovlarni qo'ldan bermaslik, Allah niyetlerini bilib turg'uchi va to'g'ri yo'lga boshlag'uchidir. Doktor Mejdi Hilali. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mejdi Hilalining Avval iymon nomli kitobi o'zingizlarda. Muqaddima. İmani tarbiyaning tunji bosqichdagi nishoni. Alloh taolo Qur'on Karimda mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. deb o'zining bandalarga to'lim yaqinligini o'tirib qo'ygan tursa, undaqda qalblarni Allohga yetishdan to'sib qo'yayotgan va Alloh bilan qalb orasiga to'salg'i paydo qilayotgan narsa zodi nima? Rabbimiz bilan bo'lgan aloqada biz nima uchun bu qadar uzoqlashish, mahrumlik va yiroqlashish tuyg'usini his qilamiz? Alloh taolo bunday deydi. Hargiz undaq emas, balki ularning gunohlari tufaylidan dillari qarayib ketgan. Qalb bilan Alloh orasidagi yo'lni etib olgan narsa dillarni o'rab turayotgan kir dog'lardir.
Qalb bilan Allah arasındaki to'siqlarni echishda, qalbni qaplab olgan g'aflat va qorong'uliklarning farqli bo'lishiga qarab, har bir shaxsdan talab qilinadigan tirishchiliklarmi o'xshash bo'lmaydi. Masalan, tirik qalbni biz go'yo yer ostiga ko'milgan xazinaga o'xshatishimiz mumkin. Ba'zilar bu boyliqni o'ziga yaqin yerdan topsa, yana ba'zilarining uni tepish va uning erishish uchun oldingilardan bakrak tirishchilik ko'rsatishiga va oz bo'lmagan vaqtlarni sarf qilishiga to'g'ri keladi. Balkim ba'zilar bunday so'rashi mumkin. Aramızdan biri Allohga yetadigan ashu taqoq yo'lni ochdimi deyli, ammo u o'zining bu yo'lda qalb boyligiga erishganligini qanday biladi? Qur'on Karim bu xil savollarga bir qancha o'rin javob bergan va qalbning jonlanganligini bildiradigan alomatlarni bayon qilgan. Alloh taolo bunday deydi: Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan, biz uningga kishilar orasida hidoyat deb nur bergan bir odam zulmatdan, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulmagan bir odamga o'xshashmi? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Allah Taala'nın Allah köksini İslam için keng qilgan, Parvardigarining nuri ustida bo'lgan odam dilikor odam bilan o'xshashmi? degan so'zi to'g'risida ey Allohning rasuli, qandoq bo'lganda qalb ichilgan bo'ladi deb so'radik. Payg'ambar alayhissalom: Agar iymon nuri qalbga kirsa, qalb kengaydi va ichiladi dedi. Biz qalb ichilganligining alomati nima dedik? Payg'ambar alayhissalom: Uning alomati abadiylik makoniga yuzlanish, o'tkinchi dunyoga berilib ketmaslik va ajal kelishdan avval o'limga tayyorlik ko'rishdir deb javob berdi. Hakim Bayhaq. Alomatlardan yana biri Allohning nomi tilga ilinganda qalbning larza kelishidir. Alloh taolo bunday deydi: Faqat Alloh yod etilsa dillarda qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchaydigan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarla kamil mu'minlardir. Anfal surasi 2-oyat. Demak, Allohning zikri bo'lganda qalbda qo'rqinch bo'lishi hayotlikning qalbga qaytib kelganligining alomatlaridan bo'lib, oyatdagi vajlun so'zi qo'rqish, tavrinish, cho'chish va qalbning odatdan tashqari dupildishi va yurak so'qishining tezlashishi qatorliq ma'nolarga ega. Ummu Darda radhiyallohu anha bunday deydi: Qalbdagi u qo'rqinch go'yo xurmo yopirmoqning kuyishiga o'xshaydi. Alomatlardan yana biri Allohni zikr qilganda qalbda ayminishning asli bo'lishidir. Alloh taolo bunday deydi: Mu'minlarga ularning dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqiqatga, ya'ni Qur'on oyatlariga eriydigan vaqt yetmadimi? Ular ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasaralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarning orliqidagi zamonning o'jizi bilan ularning dillari qetib ketdi. Ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Hadid surasi 16-oyat. Qalbdagi ayminish qalbning Allohga bo'ysunishi, tevinishi, o'zini tuvan tutishi va bo'ysunishini ko'rsatadi. Alloh taolo bunday deydi: Marhamatlik Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib, barliq ovozlar besqidi. Taha surasi 1-8-oyat. Ya'ni barliq ovozlar besqidi. Hamma Allohga bo'yigidi. Alomatlarda yana biri zikr va namozlarda huzuriy qalb bo'lishi va til bilan qilib o'tirsa birdaklik asli bo'lishidir. Shuningdek, alomatlardan yana biri qalb egisining ana shu huzuriy qalbni o'zi xohlagan va istagan chog'ida his qilib tura olishi bo'lib, bu faqat namozga yoki Qur'on tilovat qilishga yoki zikrga va yoki duoga xos afal emas. Balki qachon o'zi xilvat holatlarda qalbning tetikligini, xushligini va erishini istasa, shu aman qalb huzurini qo'lga keltira oladigan bo'lishini ko'rsatdi. Alomatlardan yana biri xuddi Alloh taolo aytganidek, har qatimliq ibodatdan keyin qalbida oldingidan bakrak ayminish tuyg'usi paydo bo'lishdir. Alloh taolo bunday deydi: Ular yig'ilgan holda sajda qilib yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmi tazarruh qiladi. Isro surasi 109-oyat. Alomatlarda yana biri iymon alomatini terishdir. Iymon alovati inson hayotida his qilib boqmagan bir alovat bo'lib, payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Kimda 3 turlik ish tepilsa, iymonning alovatini tetagan bo'ladi.
Ular Allah Taala ve Allah Taala'nın peygamberini hemme narsadan artıq söyüş. Birer bendin dost tutsa, onu faqat Xudolik uchun dost tutish. Allah Taala'nın iltifati bilan küpürden qutulgandan keyin qayta küpürə qaytib qilishni tirik beti 30 qaşlangandan yaman ko'rish qatorliqlardan iborat. Buxoriy, Müslimlar Enes radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Hasan Basri radhiyallohu anhu mundaq deydi: İman alavatını mundaq üçtülük iştin izlanglar. Namaz o'qiyotganda, zikr qilganda va Qur'on tilovat qilayotganda. Agar sizlar bu üç narsadan iman alavatını his qila olsanglar, qildinglar. Ammo hech biridan alavat ola olmasanglar, o chaqda menga rahmat eshiklar taqaqkan deb bilsanglar bo'ladi. Alametlerden yana biri bende özünün Allah'a yakınlaşıyotganligini his qilishi bo'lib, bu xil tuyg'u Rabbiga duo qilayotgan va uning bilan munojat qilayotgan vaqtlarda qalbga ayon bo'ladi. Va bu yaqinlik tuyg'usi toki u Alloh bilan ilfat qilish, uning bilan bo'lgan munojatlardan lazzatlanish va uning bilan xilvatda muloqot bo'lishni kutib o'tish darajasiga yetganga qadar ortib boradi. İmam İbn Qayyim Jawziy mundaq deydi: Bilginki, navada qalb dunyoga ko'ngil qo'yishdan va dunyoga oid bo'lgan mol-mulk, mansab va shuhrat kabi narsalarga bog'lanib yashashdan xoli bo'la olsa, oxiratga bog'lansa, oxirat hozirliqlarini ko'rishni muhim bilsa va Alloh taolo tarafga atlanishga tayyorlik ko'rsa, bu qalbning ichilayotganligi va qalb tingining yo'rayotganligining bishoratidir. Müminning qalbi ana shu chaqda Rabbining nima amal qilsa rozi bo'lganligini bilish uchun harakat qiladi-da, bilganlarini bajarib keltirishga boshlaydi va Allohga yaqin bo'ladi. Shundaqla u yana nimaning Rabbini norozi qilganligini bilish uchun harakat etadi va Rabbini norozi qilgan amallardan yiroq bo'ladi. Mana bu qalbning chin irodaga ekanligining ifodasidir. Qalb yuqorqi holatlarni qo'lga keltira olganda, uningga xilvat va yolg'izlik holatlarida Alloh bilan ulfat qilish ishki ochiladi. Ana shu vaqtda qalbning Allohdan boshqa sig'inadigan narsa bo'lmaydi. Chunki bular uningga qalbning va irodaning ba'liq kuch-quvvatini markazlashtirib, diqqatini chachadigan, qalbni bo'ladigan ba'liq ishlarni taqotadi. Undaq bo'lmaganda, u ashu ishlar bilan mashg'ul bo'ladi-da, oxirida xalqi olamdan bezorlik his qiladigan bo'lib qoladi. Ulfat ishga ochilgandan keyin ibodatdan lazzatlanish ishga ochilishga boshlaydi. Bu alavet shundaq narsaki, ibodat qilgan sari qalb ibodatga to'ymaydi va ibodatdan o'yin tomashada shahvat farog'atda olgan huzur alavatdan natijasi ortiq huzur va lazzatni erishishga boshlaydi. Bu lazzat shu darajadaki kishi namozga turgan bo'lsa, namozning mangu tugmay davom qilishini orzu qiladi. Yuqorqilardan keyin uningga Allohning kalomini anglab lazzatlanish ishga ochiladi. Buningdanmi u Allohning kalomini anglab qolmaydi. Qur'on anglagan zaman go'yo kichik bolaga amroq narsani tutqusi jim bo'lganidek qalbi shuklab ketadi. Mana bular oyatlikning qalbga qaytib kelganligining Qur'on Karim va hadislarda ko'rsatilgan bir qator alomatlaridir. Mulohaza qilishga tegishli bir nuqta shuki, bizning yuqorqi o'xshagan alomatlarni his qila olganimiz bizning musulmon emasligimizni bildirmaydi. Bizning yuqorqi o'xshash alomatlarni his qila olmaganimiz bizning musulmon emasligimizni bildirmaydi. Chunki iymon Allohning iltifoti bilan qalblarimizda mavjuddir. Ba'zi shundaq paytlar bo'ladi-ki, bu paytlarda inson o'zining haqiqatanmi Allohga yaqinligini his qiladi. Albuki bu uzun davomlashmaydi. Mana bu iymon tarbiyasining zarurligini isbotlaydigan omillardandir. Balkim biz iymon tarbiyasi orqali qalblarimizni mangu uyg'oqlikka erishtirib qolsak ajab emas. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni tirildiradigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymonga da'vat qilsa, uni qabul qilinglar. Bilinglarki, Alloh kishi bilan uning qalbi orasida to'sog'i bo'la oladi. Ya'ni kishining dilini egisining xohishi bo'yicha emas, balki o'zining xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Qiyomat kuni sizlar Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Anfal surasi 24-oyat. Ba'zida uyg'oq va tirik qalbga ega bo'lolmagan kishimi o'zining itoatlik amallari va ibodatlarining ta'siriga uchrashi mumkin. Bo'libmi muayyan mezgillarda ado qilinadigan Ramazon ro'za tutish, umra qilish va farzat qilish qatorliq ibodatlarni ado qilgan mezgillarda shundoq.
Balkim u ibodat qilayotgan ashu paytlarda lazzat, rohat va baxtiyorlik his qilishi mumkin. Ammo bu vaqtdagi ta'sirlanishlar vaqtliq bo'lib, tirikchilikning davom qilishiga ergishib, tezla g'oyib bo'ladi. Biz bularning uyquga g'arq bo'lib ketgan odamga o'xshashimiz mumkin. U sirtqi ta'sirning sababi bilan tuyuqsiz uyg'onganda darhol uyqusini etishi va ozroq vaqt uyg'oq turishi mumkin. Biroq u uzun o'tmayla yana uyqusiga qaytib oladi. Ammo qalbi tirik odamlar doim uyg'oq va sag'af turadi. Mana bu iymon tarbiyasi ilib berishning tunji nishonidir. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Mehdi İlahi'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 1. bölüm. 1. bab amalga turtki bo'luvchi amillar. Kishilarning har qanday bir ishni qilishiga muayyan bir amil sabab bo'ladi. Hamda bu amil doim shu kishining sevgi yoki nafrat tuyg'usida asosiy harakatga undaydi. Masalan, ma'lum bir kishining birovga bo'lgan sevgisi tabiiyla uni sevginini xushal qiladigan ishlarni qilib, uni xafa qiladigan va aziyat beradigan ishlardan yiroq bo'lishga undaydi. Anani elib aytsak, ana farzandini tarbiyalash yo'lida kechalarini bidar o'tkazadi. O'zining uyqusi rohatidan kechidi. Ananing farzandi uchun bu xil qurbonlikni bera olishi faqat uning farzandiga bo'lgan kuchli sevgisidan va farzandining shunday parvarishlashga to'liq ehtiyoji ekanligini his qilishidan bo'lgan. Bemorning ochiq do'rini chidab yeyishga turtki bo'lgan narsa zodi nima? Shubhasizki, buningga turtki bo'lgan narsa bemorning sog'liqni suyishi va kasallikdan nafratlanishidir. Demak, bandalarning barliq ish harakatlari muhabbat yoki nafrat asosida vujudga chiqqan ekan, toat ibodat qilish va cheklangan ishlarni tark etishda banda ana shu tuyg'ular bo'yicha ish ko'rgandila, ondan amallarni oson va qulaylik holda ishga oshira oladi. Alloh taolo bunday deydi: lekin Allah sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga pishiqni, kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uvchilardir. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Hujurat surasi 7-oyat. İnsanның barliq amallari Allah yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rish va yomon ko'rganni yomon ko'rish nuqtasidan qilinganida iymon mukammallik topadi. Chunki uningdagi barliq turtkilar uningga hech bir ulush va nasiba qoldirmasdan Allohning murodiga aylanib bo'lgandir. Abi Umama radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shubhasizki, Allah uchun yaxshi ko'rgan, Allah uchun yomon ko'rgan, Allah uchun xayr ihson qilgan va Allah uchun o'zini cheklagan kishi iymoni kamil bo'lgan kishidir. Abu Davud rivoyat qilgan. Navoda bir kishi farqli ikki narsaning sevgisi orasida qolsa, cho'qim oxirda g'arib qilgani uningga eng suyimli bo'lganidir. Alloh taolo bunday deydi: Müminler Allah'ın emrinden bek dost tutkusulardır. Bakara suresi 165-oyat. Ügünüşte a'lochi bo'lishni istagan o'quvchimi shuhrat qozonganligi va tangchilar orasida alohida imtiyozga ega bo'lganligi uchun o'zining rohat barogatini va bir talay lazzatlarni qurbon qiladi. Bumi uning a'lochi bo'lish imtiyoziga bo'lgan sevgisining ashu lazzat oldigan narsalarga bo'lgan sevgisidan ustun kelganligidan bo'ladi. Mundaqcha aytsak, uning a'lochilikqa bo'lgan kuchli ehtiyoji uning o'z nishonidan mahrum qiladigan jami narsalarni qurbon qilishga turtki bo'lgan. Demak, insonga g'ayrat va iroda bag'ishlaydigan hamda uni maqsad nishoniga yaqinlashtiradigan har qanday vositani qo'llanishiga turtki bo'lgan omil dal uning ashu narsaga bo'lgan ehtiyojidir. Kishining shay'iga bo'lgan ehtiyoji qaysi darajada bo'lsa, uni qo'lga keltirishga bo'lgan qizg'inligimi shu darajada bo'ladi. İmanның ehtiyoj bilan bo'lgan munosabati. Nurg'un kishilar Alloh taologa haqiqiy ma'noda iymon keltirmagan bo'lg'achqa, uningdagi bandilik majburiyatlarini to'liq o'rinlamaydi. Buning asosiy sababi o'zlarining Allohga muhtoj ekanligini his qilmasligidir. Alloh taolo bunday deydi: Shak shubhasiz inson o'zini boysanab, Allohga bo'ysunishdan bosh tortib, rostilla addidan oshidi. Alaq surasi 6-7-oyatlar. Ular o'zlarida Allohga ehtiyoj tushmaydigan kuch-quvvat bor deb gumon qilishadi. Albuki, ular asonlikdan qiyinlikqa, bayoshatlikdan yo'qsizlikqa, amillikdan xayim-xatarga hamda ig'ir qismatga o'zgargudek bo'lsa, ular o'zlariga o'tkinchi kuch-quvvatning qo'ldan ketganligini ko'rgan hamda muhtojlik va ojizlikni haqiqiy his qilgan
Şundaqla özlerining Alloh taologa naqadar ehtiyojli ekanliklarini tunib yetgandan keyin Alloh tarafga butunlay yuzlanishga boshlaydi. Bu chaqda siz ularning zarlangan, qaddi bukilgan va Allohning diniga ixlos qilgan holda Alloh tarafga qaytganligini ko'rasiz. Alloh taolo mundaq deydi: Alloh sizlarni quruqlikda, ya'ni uloqlar ustida, dengizda, ya'ni kiyimlar ustida safar qildiradi. Sizlar o'ltirgan kema kishilarni elib mayin shamolda menayotgan va bu shamoldan ular xushlanayotgan chog'da birdilla bo'ron chiqib kema o'riladi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar qo'rshilanganligiga, ya'ni halok bo'lganligiga jazm qiladi. Cho'qinayotgan butlarini tashlab qo'yib, "Ey Xudo, agar sen bizni bundan, ya'ni bulardan qutuldirsang, biz cho'qim shukr qiluvchilardan bo'lamiz", deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. Yunus surasi 22-oyat. Şübhəsizki, peyğəmbərlərin hammasi kishilarga elib borgan da'vatida ularga o'zlarining Allohga muhtoj ekanliklarini his qildirishni asos nishon qilgan edi. Ular Alloh ato qilgan buyuk ne'matlarni qavmiga eslatgan, shunaqla navoda ular osiylik qilishga va kofir bo'lib ne'matga tuzkorlik qilishga uringanidek bo'lsa, oqibatlarining yomon bo'lganligi bilan ularni ogohlantirgan edi. Alloh taolo Hud alayhissalomning qavmiga qilgan xitobini naql qilib bunday deydi: Sizlarga sizlar biladigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. U sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman. Shuara surasi 132-oyatdan 135-oyatgacha. Shuningdek, har qanday ko'rsatma yoki nasihatda uning shu narsaga ehtiyojli ekanligi his qildirilsa, ondan u anglag'uchining ko'ngliga tegishli joyga yetib boradi. Alloh taolo mundaq deydi: Mo'jizalar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. Yunus surasi 101-oyat. Qiziqish paydo qilishning usuli. Shak shubhasizki, iymondan urg'ib chiqqan amallar u kishiga o'zining amalga bo'lgan ehtiyojining naqadar jiddiy ekanligini bildiradi. Shundaqla texnik cho'ng ehtiyoj his qildirish hamda amalga ishidan qiziqish paydo qilish uchun fazilatli amallarga va ahamiyatli ishlarga boshlaydi. Masalan, ko'plagan kishilar Alloh yo'lida pul sarf qilishning fazilati va musulmonlarning buning ehtiyojli ekanligini bilganda bu chaqiriqqa ovoz qo'shadi. Mana buningdan ta'lim-tarbiyaning kishilarning tushunchalarini o'zgartirish va targ'ib qilingan amallarni o'rinlashdan iborat tabiiy ehtiyojni his qildirganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shuningdek, payg'ambar alayhissalomning fazilatli amallar to'g'risidagi hadislarini tafakkur qilgan kishi fazilatli amal bilan uningga berilgan savob orasida kuchli bog'lanishning borligini va buning inson ma'naviyatida ehtiyoj paydo qilish ekanligini his qilib oladi. Chunki Alloh taolo biz ilgari odamga daraxtning mevasini yemaslikni tavsiya qildik. U bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday chin iroda ko'rmadik degan oyatda aytgandek insonning tabiatida unutqoqlik mavjuddir. Bundaq deyishimizda oramizdagi biraylarni o'zining ma'lum narsa ehtiyoji borligini his qildi degan taqdirdami, vaqtning o'tishi bilan ba'zi uning bu xil tuyg'usi ojizlab qolishi mumkin. Shuningdek, zarur ishlarning ahamiyatini doim eslatib turish intayin muhim. Alloh taolo mundaq deydi: "Vaz nasihat qilgin. Vaz nasihat mu'minlarga foydalidir." Zariyat surasi 55-oyat. Shundaqla hamma o'rtaq yetishni ko'zlayotgan yuksak nishon oydin bo'lishi lozim. U buyuk nishon jannatga kirish va do'zaxdan omon qilishdan iborat bo'lib, amallar bizni nishonga olib boradigan vositalardir xolos. Bu xil ulug'vor nishon ko'z oldimizda hozir bo'lganida hayotimizga yangi tus kirgizadi. Ya'ni biz har narsaga mushu g'oya asosida muomala qilishimiz, nima bizni nishonga yaqinlashtiradi deb qarasak, uni chong tuta oladigan, nima bizni nishondan yiroqlashtiradi deb qarasak, ikkilanmay uni orqamizga cho'rib tashlay oladigan bo'lishimiz lozim. Qur'on Karim oyatlarini tafakkur bilan o'qiganlar, Qur'on Karimda bandalarning jannatga kirishga takrar qiziqtirib va uning kuchli rag'batlantirilganligini, hamda buning bandaning jannatga kirishga bo'lgan tirishchiligini yanam orttirish va jannatdan hech kimning bexabar qolmaslik uchun ekanligini bilib oladi. Alloh taolo mundaq deydi: Parvardigoringlarning mag'firatiga, taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamonga keladigan jannatga oldiringlar. Ali Imron surasi 135-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: Kimki do'zaxda yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi.
Ali İmran suresi 185. ayet. Şundaqla cennetki qiziqtirish haqidagi oyatlarga ro'bro holda do'zaxdan ogohlantirib va uningdan qo'rqitib kelgan oyatlarni ko'p uchraydi. Bumu kishining do'zaxdan saqlanishga jiddiy ehtiyoj ekanligini ta'kidlash uchundir. Alloh taolo mundaq deydi: Jahannam haqiqatan kuffarlarni kutib turadi. Jahannam shubhisizki gunohlarning joyidir. Gunohkorlarning joyidir. Ular jahannamda uzoq muddat qoladi. Ular cehennemning hararetini yenikletilgen birer söylülükке ve teşnalıkını kandırdıgan birer içimlikке erişelmeydi. Ularning erişildiğini fakat yuqur hararetli kaynak su ve yerangdalı ibaret buludu. Bu ularga berilgan muvafık cezadır. Nebe suresi 21. ayetten 26. ayetkice. Allah Teala yana mundaq deydi: Şübhəsiz ki bizning dergahimizda ularga ağır işkeller ve köydürgüç dozaq var. Zaqqun darxidan ibaret galdan o'tmaydigan tamoq va qattiq azob bor. Muzammil surasi 12-13 oyatlar. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzuringlarda. 2. bab İman haqiqati. Allah'ni şeksiz tasdiqlash, Allah'ның isim sübetleri, vədə və agahlandırışlarının haqlıqıga işiniş, hem de onun bizni bekarga yaratmağanlığını iqrar qilish Allah iman keltirganlikning ifodasidir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Ey insanlar, bizni sizlar o'zinglarni bekar yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek hech qanday savob bermaydigan, jazomi bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podshoh Allah ustundir. Ondan başka hiç ilah yoktur. Allah ulug' erishning parvardigoridir. Mü'minin suresi 115-116 ayetler. Allah Teala bizlarni büyük bir iş için yaratgan. U mundaq deydi: Jinlarni, insonlarni faqat manga ibodat qilish uchun yaratdim. Zariyat suresi 56. ayet. Mana bu oyatda kelgan Allohga qulchilik qilish va Allohga o'zini to'van tutish, bo'ysunish ve Allah'a teslim buluşla ameliyatda barliq mahlukatlarning qulchiligi bilan ma'ni jihatdan o'rtoqlikka egidir. Allah Taala mundaq deydi: Kainatdagi qandaqlikki narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madiyasini sezmaysizlar. Isra surasi 44. oyat. Başqa mahlukatlar bilan insonlarning qulchilik qilishi o'zaro farqli bo'ladi. İnsanlar yomonlikqa buyruqchi nafs va qo'g'lanni shayton ozdirib turgan ahvolda o'z irodasi va ixtiyorligi bo'yicha qulchilik qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: Iblis aytdi: Izziting bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandilaringlar buningdan mustasno. Ya'ni ularni ozdira olmayman. Sad suresi 82-83 ayetler. Allah Teala bizning bu oyatdagi qimmatimizning faqat Allohga qulchilik ko'rsatib, ibodat qilish orqali o'z o'rnini topadiganligini bayon qilib, bunday deydi: Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Parvardigoringlardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmoqcha, sizlar e'tiborga olgudek dinda bo'lgan bo'lmaysizlar. Maide suresi 68. ayet. Allah Teala yana bunday deydi: Agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kafirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutula olmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Furqon suresi 77. ayet. Allah Teala yana barliq odam bolasini zar olimiga to'plagan vaqtida ulardan va'da olgan va ularni o'zir guvoh qilgan. Allah Teala bunday deydi: Öz vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni neslini ularning atalarining pushtidan chiqardi va ularning o'zlari guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib, buni o'z ustiga oldi. Ular: "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik berganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflat qolgan ekanmiz demasliklari uchundir. Araf surasi 172. oyat. Shuningdek, Alloh taolo mazkur ahdini inson tabiatiga yo'g'irib o'tgan. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi:
Batıl dinlerden burulup İslam dinine yüzlengin. Allah'ның dinine ergeçkin ki Allah insanların şuudunu bile yaratkan. Allah'ның yaratkanında özgürlük bulmaydı. Bu doğru dindir. Lekin insanların tolusu bilmeydi. Rum suresi 30. ayet. Abu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Her qandaq buvaq sağlam fitret üstüge toğuludu. Andın ata-anası onu Yahudi yoki Nasara ve yoki Majusi qilib o'tdi. Buxoriy ve Müslimlar rivayet qilgan. Allah Taala bizden talep qilgan mecburiyetler doğrusu hesap almay tashlab etmaydiganligini bayon qilib, mundaq deydi. İnsan özünü bekar koyup berildi. Yani şeriat işlere teklif kılınmay, meylige koyup etilgen hayvanga okşaş dep oylandı. Kıyamet suresi 36. ayet. Allah Taala yana mundaq deydi. Ular, yani cimi halayık sep-sep buluşup perverdigarını toğurlanıdı. Kafirlarga, sizler bizden aldığımızga, sizlerini destek tıkanlık yaratkan bolsak, şu alette malsız, balısız yalamaç geldinler. Belki sizlerge vəd kılınan çağını bekitmeydi, dep oylagan Yani, ölgenden keyin tiriliş, hesap beriş, cezaga tartılış yok, dep oylagan sizler, deyimiz. Kehf suresi 48. ayet. Qalb bendeçilikning merkezidir. Allah Taala qalbni o'ziga qulchilik qilishga asosiy markaz qilib yaratgan. Shu sabab sevgi va nafrat, qo'rqinch va umid, xushallik va qayg'u, qiziqish va o'zini tortish, ansizlik va xotirjamlik qatorliq inson vujudidagi barliq his-tuyg'u va istaklar uningda jamlangan. Shuningdek, Allah Taala bir butun inson vujudini qalbning boshqarishi ostida qilgan. Her qandaq insan a'zosi vujudga chiqara oladigan har qandaq sharkat qalbning buyruqini o'rindash sababidan bo'lgan. Chunki qalb irodaning markaziy nuqtasi va qo'mondonlik o'rni bo'lg'achqa, jismiy a'zolarning majburiyati faqat uning amrlarini yurgizishga bo'ladi xolos. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq aytadi. Bilinglarki, insonning badanida bir parcha go'sht bo'ladi. Bu go'sht tuzalsa, butun badan tuzaladi. U buzulsa, bütün beden buzuldu. U bolsumu qalbdir. Buxoriy ve Müslim rivayet qilgan. Aql qalb qo'shinlaridan biridir. Ilim ve tefekkürge o'rin hazırlash uning eng muhim vazifasi. Oqibatlar aql orqali his qilinadi. Hissiyatlar aql orqali kontrol qilinadi. Shunglashqa aql qalbning maslahatchisi ve yordamchisidir. Nefs gerçi qalb qo'shinidan bo'lsa-mu, ammo u iroda markazini o'ziga qarta olish uchun qalbni kontrol qilish va uni qo'lga keltirishga urinadi. Chunki nefs qalbni butunlay kontrol qilganda barliq qarorlar nefsning xohishiga uyg'unlashadi va uning xizmat qiladi. Alloh taolo har bir bandaga birdan farishtani amr qilgan bo'lib, farishta uni yaxshi ish qilishga qiziqtiradi va xayrli ishlarni aslatib turadi. Hamda uni yomon ishlardan to'sib, yomonlikdan ogohlantirib turadi. Shuningdek Allah Taala yana insonni batıl arzular bilan band qilib, ona vasvas qiladigan hamda nafsining nodonligidan va uning huzur oladigan narsalarni qo'lga keltirish yo'lida paypedak bo'lganligidan foydalanib, uning cheklangan ishlarni qilishni chiroyli ko'rsatgan shaytonni amr qilgan. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Odam bolasida shayton vasvasasi va farishta ilhomi bo'ladi. Shaytonning vasvasasi yomonlikni va'da qilish, haqni inkor qildirishdir. Farishtaning ilhomi yaxshilikni va'da qilish va haqni tasdiqlashdir. Kimki farishtaning ilhomini his qilsa, u Alloh tarafdan bo'ladi. Allohga hamd etsin. Kimki shaytonning vasvasasini topsa, Allohga sig'inib, shaytondan panoh tilasin. Tirmiziy rivoyat qilgan. Allohga qulchilik qilishning iymon bo'lgan munosabati. Kishining Allohga qilgan qulchiligi uning barliq ichki va tashqi his-tuyg'ularida o'z ifodasini topadi. Shundoq bo'lganda u Alloh uchun yaxshi ko'radi va Alloh uchun darg'azab bo'ladi. Allohning amr-farmonlariga itoat qilib, cheklamalaridan yiroqlashadi. Allohning o'ziga qilgan marhamatidan xushal bo'lsa, o'z xatoliklari uchun qayg'uradi. Her ishda Allohni hukmron qiladi va boshqalar bilan Allohni deb davolashadi. Mana bu o'zini Alloh taologa mutlaq taslim qilishdan iborat. Alloh taolo bunday deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va taat ibodatlarim Allohning Parvardigori Alloh uchundir. Olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Allohning sheriki yo'qdir. Men mushuningga, ya'ni yolg'iz Allohga xolis ibodat qilish buyurildim.
Men musulmonlarning avvaliman. En'am suresi 162-163 oyatlar. Emniyette bu xil qulchilik qilish imonning qalbda mavjud bo'lib turgan kuchlik yoki ojizlik jihatdagi o'rniga desilgan ta'sir ko'rsatgan bo'lib, yuqorida ishorat qilib o'tganimizdek, insonning har qanday amalining kelish manbasi va o'rni sevgi yoki nafratdan xoli emas. Sevgi ba'zida Allohni sevish va uning roziligini talab qilish yuzasidan bo'lsa, ba'zi nafsini sevish va uning roziligini ko'zlash yuzasidan bo'ladi. Halbuki banda nafsga qarshi Allohdan yordam tilashga va Alloh roziligini nafsining roziligini oldiga qo'yishga buyurilgandir. Alloh taolo bunday deydi: "Ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Allohmi sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam beradi. Qadaminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi." Muhammad suresi 7-oyat. Qalbdan a'zolarga qarata qandoqli qaror chiqmasin, ya u Allohning sevgisiga erishishni, nafs va uning havoslari o'rniga Allohga bo'lgan iymonni qo'lga keltirishni ishga oshiradi, yoki bo'lmasa yuqorqining aksini ishga oshiradi. Demak, iymon va havoyavas orasidagi to'qinishda qaror qilish cho'qim ikkisining birining o'z manfaati uchun keskin bo'lishini talab qiladi. Agar iymon g'alaba qilsa, a'zolarmi itoat va ibodat yuzidan iymonning amr farmonlariga bo'ysunadi. Ammo aksi bu jangda nafs unutib chiqsa, hukm uning qo'liga o'tadi-da, a'zolarni o'zining xohishiga uyg'un ishlarni qilishga buyuradi. Xulosa shuki, qalbdagi iymonning qanchalikligini belgilaydigan narsa insonning qilgan etkenlariga bog'liq. Alloh taolo bunday deydi: "Ish mana shundoq. Kimki diniy ishlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir." Haj surasi 32-oyat. Shuning uchun kimki dinning shuar amallarini ulug'laydi ekan, qalbida iymonning kuchayishi va taqvo bo'lishi uchun uningga amal qilsin. Bu Alloh taolo buni so'zi ta'kidlagan narsadir. Haqiqatan Parvardigorining ayvisidan qo'rquvchi kishilar, Parvardigorining oyatlariga ishonuvchi kishilar, Parvardigoriga sherik keltirmaydigan kishilar, sadiqa beradigan, ammo Parvardigorining dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turgan kishilar, ana shular yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishuvchilardir. Mo'min surasi 57-oyatdan 61-oyatgacha. Qalbda Allohdan qo'rqish tuyg'usi qancha kuchaysa, boshqa a'zolarning yaxshi amallariga aldirishimi tezlashadi. Shuning uchun salaf solihlardan biri namozda soqolini o'ynab turgan bir odamni ko'rganida shunday aytgan: "Agar uning qalbi haqiqatan qo'rqqan bo'lsa-da, a'zolarimi ham qo'rqqan bo'ladi." İbn Recep Aznul vel İnkisar lil Azizi 30-betdə rivayet qilgan. Bu noktadan alimlar şunday deydi: "Şübhəsiz ki, itaat imanning meyvesi ve onun neticesi bulğanidek itaatlik amellerini qilishga yetakchi bo'ladigan narsa imandır. Xuddi shuningdek bilmaslik, mecburlanish, xatolaşib qilish ve unutib qilish qatorliqlar yuz bermagan ahvolda gunoh ma'siyatga undaguvchi amil havo havasdir." Allah Taala aytadiki, agar ular sana javob bermasa, bilginki, ular faqat o'zlarining nafs xohishiga ergishadi. Qasas surasi 50-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Mejdi Hilalining Avval iymon nomli kitobi huzuringlarda. 3-bob. İmani ojizlik. Qalbda iymon ojizligan, iymonning qalbdagi doirasi taraygan vaqtda ish-harakatlar nafs xohishining chaqiriqlariga ovoz qo'shishga boshlaydi. Mana bu xil iymon ojizlikning doirasini bilib olish uchun oldi bilan o'zimizning tashqi amallarga nazar solishimizga va islomning to'g'ri yo'lidan bizni yiroqlashtirayotgan narsalarning nimalar ekanligiga diqqat qilishimizga to'g'ri keladi. İmani ojizlikning ifodalari. İmani ojizlikning bir qator ifodalari bo'lib, bu ifodalar iymonning ojizlash darajasining o'xshamasligiga qarab har xil bo'ladi. İman ojizlashganda ko'riladigan ifodalar tovandikicha: ibodatlarni talab qilingan shaklda o'rnashga susluq qilish. Masalan, siz bu xil turdagi imoniy ojiz kishining jamoatlik namozlariga kechikib chiqadiganligini, nihoyat oz vaqtlarda imom bilan avvalgi jamoatga ulgurayotganligini, namoz asnosida har xil o'y-xayollar va dunyolikqa oid fikrlarga band bo'lib, namoz tugab imom salom bergan vaqtda ondan esi keladiganligini ko'rasiz. Bomdod namozini o'z vaqtida masjidda o'qish uchun sahar turmaydi. Uyqusidan ko'zini ochganda bo'lsa, allaburun kun chiqib bo'lgan va farz namozni o'qib bo'lolmaslik quyosh nuri olimni yo'rtib bo'lgan bo'ladi. Siz uning
qo'shilib kelgan bu musibatning darisini his qilolmayotganligini va bu qilmish sababli ko'ngli yerim bo'lmayotganligini, afsuslanmayotganligini va o'zining bomdod vaqtini qo'ldan berganligi sababli shu kunda o'ziga biror balo qazo kelib qolishidan ansirmayotganligini, balki hech ish bo'lmagandek turmushini odatgacha o'tkazib ketayotganligini ko'rasiz. Cuma namoziga imom munbarga chiqib bo'lgan va farishtalar shu kunlik juma namoziga boldir kelganlarning ismlarini tuzmaydigan daftarlarni yeb bo'lganda andin beradi. Ko'plagan sunnat, mustahab namozlarni o'qimasimi so'rqi yo'q degan bahona bilan tark etadi. Shunga siz uning farz namozlarini o'qiydiganligini, chashka namozi, tavba namozi, shuningdek tahajjud va istixora namozlarini o'qib ketmaydiganligini ko'rasiz. Yuqorqidek muhitdagi kishi Qur'on o'qishni tark qiladi. O'qidi degandimi tilida o'qib qo'yganlikdan Allohning va'dasi va ogohlantirish haqidagi oyatlar kelib qolsa-mu qalbiga ta'sir qilmaydi va bu oyatlarni o'qib turibmi ko'ziga yosh olmaydi. Halbuki Qur'on uning kekirdikidan uyanib o'tmayotgan tursa, qandoq mundoq bo'lmasin? Qur'onni qiroat va tafakkur bilan o'qishni tashlab qo'yish bilan birga zikr tasbihlarni, shundaqla duo takbirlarni tashlab qo'ydi. Bu xil qalb egisi barg'ansir Qur'on o'qishda tilining ig'irlab qolayotganligini his qiladi va qo'lini duoga ko'tarsimi, tili duoda, dili boshqa yerda bo'lganligi uchun tizli qo'lini duodan yig'ib oladigan bo'lib qoladi. Iymon ojizlikning yana bir ifodasi ishlarga faqat shu ishlarning harom yoki halollik nuqtasidan qarab makruh qilmishlarga sal qarashdir. Natijada bu xil qalb egisi bara-bara harom doirasiga yaqinlab qoladi. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Shubihlik ishlarni qilgan odam chargohning cho'risida pada boqqacha o'xshaydi. Pada chargohga kirib qolishi mumkin. Har podshohning bir chargohi bo'ladi. Alloh taolaning zimindagi chargohi bo'lsa, Alloh taolaning harom qilib bekitgan ishlardan iborat. Birlik qilingan edi. Yuqorqilar sababli tövənliklik natijalar o'tirib chiqishga boshlaydi. Shubihlik narsalardan parhezkor bo'lish eng tövəllab gap so'zda, muomallarda va yemak-ichmak qatorliq jihatlarda halol va haromni ilg'amaslik, ishini puxta qilmaslik va bergan va'dasiga, qilgan ahdisiga vafo qilmaslik qatorliqlar. Dinning qalbdagi hukmronlik tövəllab bara-bara shariatning keskin belgilamalariga silqiraydigan, Alloh harom qilgan narsalarga tajovuz qilmasmi, g'azablanmaydigan, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sish majburiyatini ado qilmaydigan bo'lib ketadi. E'tiqod qilayotgan dinning qarta mas'uliyat tuyg'usi ojizlab, dinga da'vat qilish majburiyatini o'rinlamaydi va atrofdagilarga bo'lgan ta'sir kuchi tövəllab ketadi. Televizorlarda yerim yalang'och, erlarni o'ziga tortquchi va moyil qiluvchi ayollarning ko'rinishlaridek Alloh g'azab qilgan ko'rinishlarni parvosiz ko'raveradi. Iymon ojizlik ko'rinishlaridan yana biri yot ayollar tikilib qarashish va zaruriyatsiz behuda paranglashish qatorliqlar. Iymon ojizlashgan sari behuda ishlarni ko'p qiladigan bo'lib qoladi. Kech uxlamay so'rin tuzaydigan, nag'ma-navo va tomosha so'rinlarni ko'paytirib turadi. Hamda boshqalarning so'ziga to'la aralashib oladigan, savollar bo'lsa javob berishga yanmaydigan, so'zlayotgan kishining gapini bo'ladigan, aqli, tabiatga ega shaxslarning gap so'zlaridan putoq topadigan ishlar ko'payishga boshlaydi va o'zidagi mo'minlik salohiyatini yo'qotishga boshlaydi. Hatto siz ashundoq so'rinliklarning so'zlarida Qur'ondan yoki sunnatdan va yoki salaf solihlarning so'zidan biror jumlani uchirtolmaysiz. Bu xil so'rinlarda shaxslarning izzat hurmati dafsanda qilinadi. G'aybat, shikoyat, masxarabozlik, bir-birini zanglik qilish va qosh-ko'z ishoratlari ko'plab yuz beradi. Qalblari dunyoga bog'langanlikdan mol-mulk va oltin-kumush boyliklari qanchaki ko'paysa, shuncha xo'sh bo'ladigan, kimib ketib qolsa tashvishlanadigan bo'lib qoladi. Turmush xushalliqlaridan ziyoda bahrlanishga amroq bo'lib ketadi. Bundaq bo'lganligi uning kiyim-kechak kiyishi, yemak-ichmaki, uyi va uyidagi oil jihozlari qatorliqlarda bo'lmasimi bo'ladigan narsalarni qo'lga keltirish ko'yida chip yurishlarida, yozliq demlanish o'rinlari va sayilgohlarga to'liq qatirishi qatorliqlarda ko'rinarli gavdalanadi. Amniyatda bu xil rasmanlikning kelish manbasi qalbga dunyo sevgisi kesil chaplashganligidan bo'lib, buning aks ta'sirini ashu qalb egasining o'y tasavvurlaridan, orzu xiyollaridan va intilishlaridan bilib olg'ili bo'ladi. Bu xil qalb egasi kambag'al bo'lsa boy bo'lishni tushaydi. Boylari o'zidan bakrak boyga ko'z tashlaydi. Hech biri o'zida bari qanoat qilmaydi. Balki moddiy kuch-quvvatini oshirishga sabab bo'lgan uy, dacha, qatnash qurollari qatorliq narsalarning assasilab bo'lishini orzu qiladi.
İman qalblarda azlaşqan paytlarda ata-analarning farzandlari to'g'risidagi fikrimi o'zgarishga boshlaydi. Farzandlarining diniy tarbiyasiga ahamiyat berishdan bakrak chet el tillariga ahamiyat beradi. Shuning bilan ular farzandlarini chet elliklarning maktablariga berish uchun avara bo'ladi. Emniyetdə chet el maktablarining ko'pi balalarning qalbidagi e'tiqodni ta'virtadigan va islomga zid bir qator yot qiliqlarni ularga yo'qtiradigan bo'lib, buning bilan farzandlar ayrim dunyoda, ota-onalari ayrim dunyoda yashaydi. Allah'ın dinini ulug'lash, payg'ambar sunnatini suyish arzushidir. Hamda bularga ching eslashni tashabbus qiluvchi, uningga nisbatan g'alit tuyulganlikdan tashabbus qiluvchi qarshi chiqishga aralli turadi. Bu xil holatning yana bir uchidagilar bo'lsa, Qur'on va sunnatga agishishda ruxsat qilingan taraflarni ko'proq izlaydigan, iymon majburiyatlaridan o'zini qochiradigan bo'lib qoladi. Iymon ojizlagan vaqtlarda yana apuchallik va keng qo'rsoqlik aziyib ketadi. Uning o'rniga kishilar o'zaro dushmanlashish, ilgirki yaqin do'stlar bilan bo'lgan munosabatlarda jiddiylashish kayfiyatlari avj oladi. Jangi jidallar ko'payib, qarindishining xatosini ko'ptirib, boshqalar oldida uning orzuyini to'kishga urinib turdi. Bu xil ahvolda shaxsiyatchilik, fikriy tajovuzchilik ko'plab yuz beradi. Boshqalarni yomonilash tuyg'usi, shuhratparastlik, qiydash va mansabparastlik qilmishlari avj oladi. Sexiylik, saxovatchilik ve Allah yo'lida pul mol sarf qilish xislatlari azlab, ochko'zlik va bexillik avj oladi. Allah yo'lida jihad qilish va Allah yo'lida shahid bo'lish muhabbati tuvallab, sinoqqa yo'liqishdan ansirash va islom uchun xizmat qilganlar yo'l qo'ygan har xil kulfatlardan qo'rqish qatorliqlar kuchaydi. Iymon ojizliganda yana axloq fazilat nuri o'chidi. Kishilar aro xushxo'ylik, apuchallik va keng qo'rsoqlik azlab, adabsizlik va qo'pollik kuchaydi. Müminler arasındaki özara mehr-muhabbet ve mulayimlik tuvallab, ata-onaga yaxshilik qilish, urug' tuqqanlik rishtalarını ching'itish ve qulum qo'shnilarga ihson qilish qatorliq bir-birlari ustidagi haq-huquqlarga rioya qilmaslik qilmishlari avj oladi. Kishilik muomalalarda bir-biriga o'rgolash avj oladi. Bo'libmi bu ilm birim va tijorat ishlarida oshkora bo'ladi. Natijada hamma o'z manfaatini hammadan a'lo biladigan bo'lib ketadi. İman acizliganda Allah huzuridagi ne'matlarga qarata ishonch tuvallash, boshqalarning qo'lidagi narsalarga ziyoda tamadi bo'lish va putilgan taqdirga norozi bo'lish kayfiyati paydo bo'ladi. Norozi bo'lish va dodlash ahvollari ko'paydi. Hamda shunchaki musibat yetgan vaqtda bularni oshkorlaydi. Boshqalarning g'am qayg'usi va qiyinchiliklariga parvo qilmaslik ahvollari avj olib, hojatmandlarning hojatlarini ravo qilish, qiyin ahvolda qolganlarni qutuldirish, kambag'al va miskin bechoralarga yordam qilinish qatorliq ishlar ozlaydi. Bu xil muhitlarda yana bo'shanliq va islom uchun xizmat qilishdan o'zini qochirish holatlari ko'paydi. Shaxslarning iymoniy majburiyatlarini bajarib keltirish azlab, bahona uydirish va majburiyatdan qochish ahvollari yuz beradi. İman acizliganda yana shaxslar orasidagi qarindoshlik rishtasini tuvallaydi. O'zaro sadoqat ajizlab, o'z haqqiga ahamiyat berib, hech bir qarindishining o'zrisini qabul qilmaydi. Balki qarindishining o'z aytqaniga yarasha o'zi qilishga tegishli majburiyatni unutib, doimla o'zini aql urinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Majdi Ilalining Avval iymon nomli kitobi o'z o'rinlarda. 4-bab Avval iymon. Shubhasizki, imoniy ojizlik alomatlarining ko'payishi iymon martabasining keskin darajada tuvallab ketganligining isboti bo'la oladi. Bu xil ahvolda xatolashqish tarafga uning xatosini ko'rsatib qo'yish yoki uning iymonining ojizlashganligini uning isbotlab berish qatorliq usullar orqali uni tuzayman deyish mumkin bo'lmaydigan bir ish. Uningga qarshi pozitsiya tutish orqali uni to'g'ri yo'lga solaman deyishmi unumsizdir. Chunki bu bosqich qalbida iymon ojizligi borligini ifodalaydigan dastlabki bosqich bo'lib, bu uning fikrida va qanoatida o'zgarish bo'lganlikdan kelib chiqqan. Shunday ekan, uning bilan yuqorqidek muomala qilishning aks unum berib qo'yishi aniq. Navoda siz ishni uning qalbidagi iymonni uyg'otishdan boshlamay, uning ish harakatini o'zgarishini talab qilib turib olsangiz, bu xuddi ul tutmay o'y solgandek bir ish bo'ladi. Bu chaqda uningda texay o'zini o'zgartishga yetakchilik qiladigan ichki omil bo'lmaganlik uchun ikkilan ayrim dunyoda turib ish qilayotgan bo'ladi. Bu xil reallikdan qutulish va bu xil hadislarga chora ko'rishning dastlabki usuli uning ojiz qalbiga eg'ir keladigan majburiyatlarni yuklab qo'yish emas, balki uningga iymon tarbiyasi ilib berishdir. Chunki iymon har vaqt taklif majburiyatlardan avvalgi o'rinda turib kelgan. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Qur'on Karimning dastlab nozil bo'lgan suralari mufassal
deb atalgan so'rlar edi. Bu so'rlarda jannat va do'zaxning ahvoli so'zlanadi. Taki kishilar islomga to'liq uyushgan vaqt kelganda, ondan halol va haromga munosabatli oyatlar nozil bo'lishga boshladi. Navoda ishning dastlabida zina qilmanglar degan oyat nozil bo'lgan bo'lsa edi, kishilar chuqum biz zinani hargiz taraf qilmaymiz deyishgan bo'ladi. Navoda ishning dastlabida aroq ichmanglar degan oyat nozil bo'lgan bo'lsa, kishilar chuqum biz aroq ichishni hargiz tashlamaymiz deyishgan bo'ladi. Men oynaydigan bolachaqlarımdımı hergiz undaq emas, ya'ni ularga berilgan azap bular emas. Qiyomat ularga azap qilinish va'da qilingan vaqtdir. Qiyomat texim qiyindir, texim jafoliqdir degan oyat nozil bo'lgan edi. Bu oyat Qamar surasining oyati bo'lib, Baqara va Nisa suralari men Madinada Rasulullohning yendiki vaqtida ondan nozil bo'lgan. Sahih Buxoriy. Sahabalardan Jundub radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz yosh chog'larimizdan boshlabla payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. U vaqtlarda Qur'onni ta'lim olishdan avval iymondan ta'lim olatdik. Biz iymonni ta'lim olib bo'lib, ondan Qur'ondan ta'lim oldik. Qur'on iymonimizni texim kuchaytirayotgan edi. Ibn Majah rivoyat qilgan. Yuqorqi bayonlarni Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning muni so'zi texim ta'kidlab kelgan bo'lib, u zot shunday degan: Biz yaşagan o davrlarda aramızdan biri Kur'an öğrenişten avval aldı bilen imandan ta'lim alatdı. Keyin Peygamber aleyhisselam'a söyler nazil bulattı da biz o söylerdə kelgen halal ve haram haqqındaki buyurulgan işler ve çeklengen işler haqqındaki hem de şu söylerdə qayerdə toxtaş keraklik toğrusundaki ahkamlardan ta'lim alattık. Emdilikçi görüvataman ki, ulardan biri imandan avval Kur'andan ta'lim alar eken. Ondan Qur'onni xuddi nachar xorumining to'kilganiga o'xshash beshidan oxirigacha o'qiydi ekan, ammo nemining buyurilgan, nemining cheklangan ish ekanligini va nemida to'xtash lozimligini bilmaydi ekan. Hakim rivoyat qilgan. Darvaqa Alloh taolo bizga iymondan avval kitobni miros qilib ilg'olganlarning holini tasvirlab aytgan edi. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dünyanın erzimas pul melini halal bilen haramni ayırmar qara qo'yib oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundaq pul mal ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Araf surasi 169-oyat. Shundaq ekan biz oldi bilan eng avval qilish kerak bo'lganni oldin o'rin qo'yib, aqlimizni qaytadan tashkillab, iymonimizni tafakkurimizning asosi va ish harakatimizning manbasiga aylantirish uchun iymonga qalbimiz to'risidan va eng keng yeridan o'rin berishimiz lozim. Bundaq deganlik hargizmi boshqa taraflarga sil qarasaqmi bo'laverdi deganlik emas. Buningdagi maqsad faqat oldi bilan iymoniy tarafga diqqatni markazlashtirishdan iborat bo'lib, ana shundoq bo'lganda boshqa barliq ish amallarimizga barakat yog'adi. Hamda biz uchun jamiy majburiyatlarni o'rinlash va barliq cheklangan ishlarni tark etish ishi osonga to'xtaydi. Qur'on Karimni tafakkur bilan o'qigan har qanday kishi ushbu haqiqatlarni muayyanlashtiradigan nurg'ulg'an oyatlarning borligini ko'rdi. Alloh taolo mundaq degan: Ish mana shundoq. Kimki dini ishlarni, cümleden həcnin əməllərinin qurbanlıqlarını uluglaydı ekan, bu dillarning taqvodorliqlaridir. Həcc suresi 32-oyat. Oyatdan dini əməllərin uluglaşning iymonning qalbdagi o'rnini va qalbning taqvoliqini aks ettirib berdiganligini, uluglash darajasi qanchalik bo'lsa, iymonning kuchayish darajasining shuncha bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Alloh taolo yana mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allahqa va oxirat kuniga ishonganlar sendan mollari va jonlari bilan jihad qilishga ruxsat so'ramaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Tavba surasi 44-oyat. Bu oyatdanmi ularni targ'ib qilmasimi mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilishga undagan narsaning ularning iymoni ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Amaliy o'rnaklar. Əmniyətdə Peyğəmbər aleyhissalamның sahabiləri mana bu imani mənələrini yaşab ötən və bu mənələrini əmniyyəti özləşdirgənlik üçün möcüzələrini yaratqan idi. Muhacirlərini elib aytsaq, ular özlərə qarşı yürgüzülgən qiyinçiliklərə bərdaşlıq vergən, ondan mal dünyaları və öz yurtlarını taşlab Allah söygüsüge yetiş, onun razılığı və savabını tələb qilish yürüsüdən Mədinəyə hicrət qılğan idi. Allah Taala mundaq deydi: Bazı kişiler var ki, ular Allah'ın rızası üçün cenini pida qılıdı. Qılğan əməli bilən faqat Allah'ın razılığını tiləydi. Allah bendilərə tolumu mərhəmətlikdir. Bəqara surəsi 207-oyat.
Ansariylarga kelsak, iymon ularning qalbiga mahkam o'rin olganlikdan, ular shu darajaga berib ketgan ediki, Alloh taolo ular haqida shunday degan. Ulardan, ya'ni muhacirlardan Madinada yerlik bo'lgan va iymoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansariylar yeniga hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhacirlarni do'st tutdi. Hashr surasi 9-oyat. Yuqorqi oyatda iymon ularga yerlashdi deyilmasdan, balki ularning borligi bilan iymonga butunlay kirgan holat tasvirlangan bo'lib, bu ikki ish orasida nihoyat cho'ng farq bor. Haqiqatan iymon ularning qalblariga urilishib qolmay, yana ularning go'shtlari va qonlari orasiga qadar singib ketgan bo'lib, shundaq ekanligi ularning ish faoliyatlarida aynan aks etgan edi. Shunglashqimi ular odatga har qanday odamda yuz bermaydigan ishlarni vujudga chiqargan edi. Ular o'zlari tarafga hijrat qilib chiqqan muhojir mehmonlarni kutib olish va ular bilan qarindoshlik o'rnatishda bahslashgan bo'lib, xabarlarda muhojirlarning ansarlar uyiga yerlashning faqat chek tashlash orqali bo'lganligi rivoyat qilinadi. Alloh taolo mundaq deydi: Ulardan, ya'ni muhojirlardan Madinaga yerlik bo'lgan, iymoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansarlar yana hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni do'st tutadi. Ularga berilgan narsalar uchun ichtarlik qilmaydi. Ular muhtoj turuqliq muhacirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. O'z nafsining bexilligidan saqlanganlar maqsadga erishuvchilardir. Hashr surasi 9-oyat. Imom Qurtubi mundaq deydi: Muhacirlar ansarlarning uylariga yerlashgan edi. Payg'ambar alayhissalom, ya'ni Bani Nuzayr qabilasining mollarini g'animat olganida ansarlarni chaqirtdi va ularning muhacirlarni uylari turg'izganligi va mol-mulklarini ular bilan o'rtoqlashganligi uchun ularga rahmatini bildirdi. Va agar xohlasanglar, Allohning Bani Nuzayr qabilasidan g'animat qilib bergan o'ljilarni sizlar bilan muhacirlarga tang bo'lib beray. Chunki muhacirlar ansarlar bilan ularning turalg'usi, mol-mulki qatorliqlarini o'rtaq bahrilandi. Yoki xohlasanglar, ular sizlarning uylaringlardan chiqib ketsin, g'animatni ularga taqsim. Yoki xohlasanglar, ular sizlarning uylaringlardan chiqib ketsin, g'animatni ularga taqsimlab beray dedi. Shuning bilan Sa'd ibn Mu'az chiqib, o'ljilarni muhojirlar bilan aramizga o'rtaq taqsim qilayli. Hem burunqidek uylarımızda yerleşip duruversin deganida ansarlarmı, ey Allohning elchisi, biz bu fikirga rozimiz va qo'shilamiz deb to'lashdi. Ondan payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Ey Alloh, ansarlarga rahim qilgin va ularning avlodlariga rahmat qilgin. Demakki, ehtiyoj insonning ko'nglida ma'lum shayga qarta hojat his qilmoqdir. Halbuki g'animat muhojirlarga taqsim qilib berilganda, ansariylar ularga qarta ko'nglida hech qanday ehtiyoj his qilmagan edi. Belki ular muhacirlarni mallarga va turalg'ularga o'rtaq qilish orqali ularning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo bilishgan. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mundaq deyildi: Bir odam Rasulullohning huzuriga kelib, "Men yo'qsul" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ayollaridan birining uyiga odam avatdi. Payg'ambar alayhissalomning ayoli Rasulullohni haq bilan avatgan zotga qasamki, uyimda suvdan boshqa hech narsa yo'q deb javob qaytardi. Ondan Rasululloh, bu kishini kim mehmon qilsa, o kishiga Alloh rahmat qiladi dedi. Ansarlardan bir kishi o'rnidan turib, "Ey Allohning elchisi, mana men mehmon qilay" dedi va u kishini uyiga olib ayoliga, "Uyda yegirek narsa bormi?" dedi. Ayoli, "Hech narsa yo'q, faqat bolalarning yemakligi bor" dedi. U kishi, "Sen bolalarni bir amal bilan go'llab, ularni uxlatib qo'ygin. Mehmonimiz kirganda uningga bizni tomoq yeyotgandek ko'rsatgin. U tomoqni yeb turishiga, sen chirog'ning qishiga uni o'nglash uchun borgan qiyofatni berib, uni o'chirib etgin. U bizning tomoq yemay qachon quruq tarangib o'ltirganimizni ko'rib qolmasin" dedi. Ayoli shunday qildi. Ular o'ltirdi. Mehmon hech narsadan xabar yo'q, tomoqni yedi. Tong otganda u Rasulullohning qishiga keldi. Rasululloh, haqiqatan Alloh taolo sizlarning ishinglardan ajablandi dedi. Ashu ansarlarning iymoni zoti qaysi darajada bo'lg'iydi? Biz ansarlar hayotida iymon paydo qilgan bu qadar buyuk o'zgarishning qaysi darajada ekanligini bilish uchun oldi bilan ularning islomdan burungi ahvolidan tanishib chiqishimiz va ularning islomdan burun qanchalik bo'linish ishida ekanligini bilishimizga to'g'ri keladi. Alloh taolo ular haqida mundaq deydi: Hammanglar Allohning arg'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishinglar, ayrilmanglar. Ya'ni sizlardan ilgari Yahudiylar va Nasoralar ixtilof qilishgandek dinda ixtilof qilishmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matidan aslanglar
Öz vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Ali İmran surasi 103-oyat. Shuning uchun biror yaxshilik yo'lini ixtiyor qilganlar o'zining diqqatini cho'nqur yiltizliq buyuk daraxtga qaratsin. Bu daraxt iymon daraxtidirki, uningdan shoxlar o'sib chiqadi va davomli meva beradi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allohning mundaq bir tamsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kalima tayyiba, ya'ni yaxshi so'z, iymon kalimasi yiltizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan, Parvardigorining izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Allah kişilerge vez nasihat alsın deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. İbrahim suresi 24-25 ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 1. bölüm 4. bab Avval İman. 47. bet. Yamanlıqdan to'sishdan avval yaxshilikqa buyurish lozim. Bu yerde ta'kidlashga tegishli muhim bir nokta var. Shubhasizki, ishni iymondan boshlash va diqqatni iymonga markazlashtirish nurg'un qiyinchiliklarni hal qila oladi va ko'plagan yaxshi natijalarni vujudga chiqara oladi. Bu yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sishdan iborat Qur'oni Karimda bir qancha o'rinda ta'kidlanib kelgan prinsipdir. Amaliyotda yaxshilikqa buyurishdan burun yomonlikdan to'sish ba'zida qarshi tarafning havo havasining o'z ilkiga elib olishi va nafsining qalbiga hukmronlik qilib olishi sababli aksi natijalarni berib qo'yishi mumkin. Shunga navoda biz o'zimizni va atrofimizdagi kishilarning gunoh ma'siyatlardan to'smoqchi bo'lsak, bizning ko'ngil bo'ladigan ishimiz ularning qilayotgan ishlarining haromligini bayon qilish bo'lmasdan, balki ularning qalblaridagi iymonni kuchaytirishga urinish bo'lishi lozim. Chunki inson vujudining uyatliq joylari bo'lganidek, nafsning uyatliq joylari bo'ladi. Nafsning uyatliq joylarini yopadigan eng yaxshi kiyim iymon va taqvodorlikdan iborat. Iymon darajasi qalbda tuvalligan sari nafsning uyatliq joylarimi xuddi suv tugab qurib qolganlikdan igiz paslari ko'rinib qolgan daryoga o'xshash bir-birlab oshkorlanishga boshlaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avirtinglarni yopadigan libosni va zinnatlanilgan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. A'rof surasi 26-oyat. Shubhasizki, Qur'on Karim bizga yuqorqi ahvollarga qarata namozni misol qilib ko'rsatgan bo'lib, Qur'on Karimda namoz bandalarga buyruqni bo'yicha tashqi va ichki jihatdan mukammal ado qilinganida qalbdagi iymonning ajoyib shaklda kuchaydiganligi va buning soyasida mu'min kishi nafs xoshidan ustun kelib yomon ishlarni qilmaydiganligi hamda gunoh o'tkazmaydiganligi o'tirib qo'yilgan. Alloh taolo mundaq deydi: Namozni ta'dil arkan bilan o'qigan. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Ankabut surasi 45-oyat. Abu Bakri ibn Ayyash mundaq deydi: Kechalari qiyomda turib namoz o'qigan kishi yomon ishlardan yiroq bo'ladi. Ajiba sen Alloh taolaning namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi degan so'zni anglamaganmiding? Cabir radiyallahu anhu'nun deyişçe Peygamber aleyhisselam'dan Ey Allah'ın elçisi, palani kişi keçisi qiyamda turib namaz o'qigani bilan kunduzi tong ostida o'g'irlik qiladigan deb so'ralganida Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Uning aşı o'qigan namozi aman uni qilmishidan to'sib qoladi. Aysami rivoyat qilgan. Peygamber tarixidan amaliy o'rnaklar. Her qanday bir jamiyatning hal qilishga tegishli masalalarga uchrab turishi tabiiy ahvol bo'lsa-mu, ammo insonlarning bu masalalarni hal qilishga pozitsiyasi har xil bo'lib kelgan. Rasululloh davridagi islom jamiyatimi ana shunday bir qism masalalarga duch kelgan bo'lib, ko'pincha ahvolda bu masalalarni hal qilish iymon va uning taqozzosini kishilarga aslatish bilan boshlangan. Musulmonlar Badr g'azotida mushriklar ustidan g'alaba qilgan vaqtida nurg'un g'animatlar o'lja ilingan bo'lib, ba'zilarining bu o'ljalarni qanday taqsimlash haqida o'zaro ixtiloflashib qolishida g'animatlar asosiy sabab bo'lgan edi. Yana bir qism yoshlar o'zlarini yashagan kishilarga qaraganda g'animatlarga eng aqlab deb o'ylab ulgurgan edi. Mana shunday ahvolda masala qanday hal qilingan? Dal shu paytda Anfal surasi nozil qilingan bo'lib, oyat buni bayonlari bilan boshlangan edi. Ey Muhammed,
Sahabaların ganimetlerini qandaq taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashudi. Ularga aytganki, ganimetler to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. Ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib aranglarni tuzsanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Anfal surasi 1-oyat. Ayet nazil bo'lishi bilan ganimetler ularning egiligi doirasidan tamoman chiqib ketgan. Balki Allah va uning rasulining mulkiga aylangan va hech kimning bu ganimetlarga haqqi qolmagan edi. Yuqorqi oyatning keyingi oyatlarda mu'minlar o'zini o'lchab beqish uchun mu'minlarda bo'lishi tegishli sifatlar bayon qilingan. Dastlabda bayon qilingan sifatlar munolar bo'lgan edi. Faqat Allah yod etilsa, dillarda qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allah'ның ayetleri tilavet kılınsa imanı küçüğüdüğün, Perverdigarağa tevekkül kılıdığın kişilerle kamil müminlerdir. Enfal suresi 2-ayet. Allah yad etilse kalplerde titreş, tevriniş ve korkunçdan payda buluşu imanның hissi alametleri bulup, bu hul tuygunu his kılalmağanlar hakiki mümin buluş için imanını küçeytişke tırşarlık göstersin deyildik idi. Ayet yana müminlerning sifatlarini bayon qilish bilan davomlashadi. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Xudoylik sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ular Parvardigorining dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va esl rizqqa, ya'ni jannatning tugmas ne'matlariga erishadi. Anfal surasi 2-3-4-oyatlar. Siz yuqorqi ayetler oqilganidan keyin bir mümin kishi g'animatlar to'g'risida o'ylanami yoki o'zi va o'zining bu sifatlardan zodi qanchalik yiroq ekanligi haqida o'ylashga boshlaymi? Yuqorqilardan keyin sura yana Allohning ularga bu muborak qazotda in'om qilib bergan buyuk qalbisini va bu qalbining ularning o'zlaridan emas, balki ayni vaqtda ularni mugditish orqali beyish qilgan, ular ustiga mo'l yomg'ir yog'dirib perishlar orqali madad bergan, ularning otgan o'qlarini nishonga tekkizib, ularning qadamini mustahkam qilgan va kofirlarning hile-nayranglarini tarmar qilgan Alloh taolo tarafidan kelgan yordam sabab ekanligini eslatib o'tdi. Yuqorqilardan keyin ushbu sura yana ularning Allohga va uning rasuliga itoat qilishning hamda Allohning ular bilan qalbi orasini to'sib qo'yishidan qo'rqishning zarurligini eslatdi. Oyatlar yana ularning Makkadagi ojiz chog'lardagi kunlarini qayta eslatishga boshlab bunday deydi. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida oz sonliq bo'lib, bo'zaq qilingan edinglar. Kişiler, yani müşriklerinin talan-taraj kılışından korkattınlar. Şükür kılışanlar için Allah sizlerini Medine'de yerleştirdi. Bedir uruşuda öz yardımı bilen sizlerini güçlendirdi. Sizlerge halal nersler, yani ganimetlerini rızık kılıp verdi. Anfal suresi 26-ayet. Yani nurgulluğun ayetlerden keyin şundaklı galbe qalblar Allohga o'zlangan va ulardan har biri o'z iymoni qarata qayta murojaat qilib ko'rgandan keyin shu suraning 41-oyatida g'animatlarni qanday taqsimlanganligi keskin shaklda o'tirib qo'yildi. Ey mu'minlar, bilinglarki, sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmonlar bilan kofirlar uchrashib, haq bilan nahaq ayrilgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Alloh har narsaga qodirdir. Mekke fethi qılınğandan keyin Hunayn qalsida musulmonlarning sonining ko'pligi ba'zilarning ko'nglida o'ziga tamanna qo'yish qilib borgan edi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xursandlanib ketdinglar. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilch asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tor to'yildi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ini mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Tavba surasi 25-oyat.
Ayni vaqtda ular Hunayn jilg'isi ishkillab ketgan bo'lib, ular jilg'ining har qaysi bulunquchqoqlarida yoshirinib yotgan dushmanning borligidan bexabar edi. Düşman brigadasi ularni shundoq qistab kelgan ediki, musulmonlar bir-biriga parvomi qilmasdan oldirab chekinishgan edi. Bu to'limi ichinishli mag'lubiyat bo'lib, hatto yangidan musulmon bo'lgan Abu Sufyan mundoq degan: "Ularning oxirgi mag'lubiyati Qizil dengizda oxirlashqudak." Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda qochayotganlardan o'zini yonga ilib: "Ey xaloyiq, bu yoqqa kelinglar. Mana men Rasululloh bu yerda, mana men Muhammad ibn Abdulloh bu yerda" deb to'g'lashga boshlagan. Bu chaqda uning yanında muhojirlar va o'z oila tovabatlaridan bo'lib sanoqli bir qancha kishilar qolgan edi. Mana shunday ahvolda Payg'ambar alayhissalom qanday qildi? Sahih Muslim bu haqda bunday rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom tog'asi Abbosga: "Qani sizlar ey ansariylar jamoasi, qani sizlar ey Rizvon baytida daraxt soyasida toki bu yo'lda o'lganga qadar va yoki mushriklar ustidan g'alaba qilganga qadar orqa qochmaslikqa bayat qilganlar, qani sizlar ey Baqara surasining ashablari" deb to'g'lagan dedi. Abbos chiroqliq so'zlaydigan ovoz yuqori kishi bo'lib, u Payg'ambar alayhissalom buyurgan bo'yicha to'g'ladi. Kishilar shuncha yiroq turibmi uning ovozini anglay olgan edi. Shuning bilan ular xuddi tugi o'z bolalariga ko'yinib yugurib kelgandek, mana biz deyishganicha uchqandek yugurib kelishdi. Hatto ba'zilari tugisini biz tarafga qaytarishga mador yetmay, tugisidan sakrab tushdida soatini bo'yniga ortib, qilich va nayzlarni ilib ovoz taraf yugurdi va tugisini o'z yo'liga qo'yib o'tdi. Ular Rasulullohni shundoq urilishgan ediki, go'yo Payg'ambar alayhissalom siqilib qolgan bir kayfiyat shakllangan edi. Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Ansarilar Rasulullohni qattiq urib olgachqa, men uchun Payg'ambar alayhissalomga kofirlarning nayzlaridan ko'ra ansarilarning nayzlari xavfliroq bilingan edi. Halbuki ular Rasululloh uchun urush qilayotgan va Rasulullohni tashlab qochganligidek savalliklarini yuvmoqchi bo'lishayotgan edi." Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom ularning mushrik dushmanlarga qarshi hujumni amalga oshirishga buyurdi. Ular shundoq qattiq jang qildiki, Payg'ambar alayhissalom ularning botirligi va shijoatidan mamnun bo'lib, ularni ilhomlantirishga boshladi va "Jang amni qizidi" dedi. Ondan qo'liga bir changal to'pini oldi. Yana bir rivoyatda Abbosga yoki sahobalardan biriga bir changal to'pini oldirdi va "Dushmanlar xor bo'lsin" deb mushriklar tarafga chashdi. Ondan Allah ularni ig'ir mag'lubiyatga duchor qildi. Mushriklar Badar qechishga boshladi. Hunayn va Taif g'azotlari oxirlashgandan keyin musulmonlar bu g'azotlardan nurg'un g'animatlarni o'lja olgan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom g'animatning eng ko'p qismini qabila boshliqlari bilan qalblarini islomga moyil qilish o'g'itlariga taqsim qilib berib, ansarlarga hech narsa bermagan edi. Payg'ambar alayhissalomning yo'li qo'ygan bu siyosati dastlabda ancha tushunilmagan va bir qancha elning e'tiroziga uchragan bo'lib, ansariylar bu xil siyosatning ziyniga eng ko'p uchraganlardan edi. Balki ansarilarning hammasi Hunayn g'azotisining g'animatlaridan birdek mahrum qolgan. Halbuki ular eng jiddiy payt to'lab kelingan, toki dushmanning chekindirib mag'lubiyat qalbiga aylangan qadar uzluksiz Rasululloh bilan birlikda jang qilishgan edi. Әмділікті болса, ular hech narsa bilan tartiblanmagan, heliq orqa qarab qochganlarning bo'lsa, quchoqlari g'animat to'lgan edi. Ibn Ishoq Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom Hunayn g'animatlaridan Qurayshlarga va boshqa arab qabilalariga ko'plab berib, ansarlarga hech narsa tegmagandan keyin bu kishilar o'z ishida xafa bo'lib, ba'ziyatlarni qildi. Hatto ochiqqa paylamgan birsi "Azbiray Xudo, Rasululloh endi o'z qavm jamoatlarini tepib olib bo'ldi" dedi. Said ibn Ubada radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning yanına kelib: "Ey Rasululloh, sen o'z qavm qarindoshlaringga va boshqa qabila oqsoqollarga zo'r miqdorda sovg'a va adiyalarni to'kib berib, ansarilardan iborat bu bir jamoat kishilarga hech narsa bermagandan keyin ular sendan xafa bo'libdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Senmi xafa bo'ldingmi?" deb so'radi. Said ibn Ubada radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, men shularning biri albatta" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Undaq bo'lsa qavmingni yiqqin" dedi. Shuning bilan Said radhiyallohu anhu ansarilarning qishig'i chiqib ularni yig'di. Muhojirlardan bir bilik kishilar kelgan edi. Ularni kirgili qo'ydi.
Andın yana bir bölük kişiler kelgan edi, ularni kirgizmedi. Ular to'liq yig'ilib bo'ldi. Said radhiyallohu anhu chiqib payg'ambar alayhissalomga Ansarilar yig'ilib bo'ldi deb xabar qildi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularning yeniga berib, avval Allohga hamd sano etdi. Ondan mundoq dedi: "Ey Ansarilar jamoasi, men ba'zi gaplarni anglayman-ku. Ko'nglinglarda biror tugun bo'lib qoldimi? Men sizlarning qishinglarga berishning oldida sizlar ozg'un gumroh xalq emasmidinglar? Allah sizlarni mening sababim bilan hidoyat qilmadimi? Kambag'al, namrat edinglar. Allah sizlarni boy qilmadimi? O'zaro adovatli dushmanlardan edinglar. Allah qalbinglarni birlashtirib sizlarni yarashtirmadimi?" Ansarilar shundoq, Allah va Allohning payg'ambarining yaxshilik ko'pdir va afzaldir deyishdi. Payg'ambar alayhissalom yana: "Ey Ansarilar jamoasi, javob beringlar" deganida Ansarilar: "Nima deymiz ey Rasululloh? Yaxshilik Alloh va Allohning payg'ambariga mansub" deb turib oldi. Payg'ambar alayhissalom: "Agar xohlasanglar, seni boshqalar yolg'on chiqarib ekan, biz rost deb e'tirof qildik. Tashlayib ekan, biz qo'lladik. Qo'g'li tutgan, biz aramizga oldik. Namrat yo'qsilkan, g'amxo'rlik qildik deyishinglar mumkin. Albatta rost deysizlar. Ey Ansarilar, ba'zi odamlarni musulmon bo'lish uchun dunyoning yo'qolgan narsalaridan mahramon qilib, sizlarni iymoninglarga topshirsam, shuning achchiqinglar keldimi? Ey Ansarilar, boshqalar qo'y kalalarni haydab ketsa, sizlar yurtinglarga Rasulullohni elib qaytishga rozi bo'lmamsizlar? Alloh bilan qasamki, agar hijrat bo'lmagan bo'lsa, men Ansarilardan bo'lardim. Jami odamlar bir yo'lda minib, Ansarilar yana bir yo'lda mangsa, men cho'qim Ansarilar menga yo'lda mangdim. Ey Allah, Ansarilarga rahmat qilgin, ularning bolalariga rahmat qilgin va ularning nevra-chevralariga rahmat qilgin" dedi. Bu chaqda Ansarilar ko'z yosh qilishib, soqollari o'li bo'lib ketdi va Rasulullohning taqsimotiga rozi bo'ldik, nisibimizning Rasululloh bo'lishiga rozi bo'ldik deyishdi. Ondan payg'ambar alayhissalomga qaytdi, ularni tarqalishdi. Rasululloh o'zi duch kelgan bu masalani qanday hal qilganligiga qarayli. Amaliyotda iymonni kuchaytirish qiyinchiliklarni hal qilishning birdan-bir chorasi. Chunki qalblar ana shu iymonning muhit soyasida apuchallik, keng qo'rsoqlik va savalliklardan ogoh turish chaqiriqlariga bo'ysunadi. Demakki, iymon mo'jizalarni barliqqa keltira oladi va gunoh ma'siyatga jur'at qiluvchi nafslarni to'g'ri yo'lga sola oladi. Shuningdek, biz iymoni ojiz bilingan kishilarning sharakatlariga qarabla oxirgi qarorimizni chiqarsak to'g'ri bo'lmaydi. Shundaqla ularning ashu nomuvofiq ish amallarini ularning yuziga selib, qarshi pozitsiya tutib olmoqchi bo'lmaydi. Chunki mundaq qilishimiz uning nafs tarafidan yengilishini keltirib chiqardi va o'zining tutgan yo'lining to'g'riligida cho'ntirilishga olib boradi-da, natijada ishlar texmi murakkablashib ketadi. Shunga bunday ahvolda oldi bilan ishni qalblarda iymoniy uyg'onishni kuchaytirishdan boshlash va bekinma muhitni hamma odam Alloh roziq taraf qarab ilgirlaydigan haqiqiy sog'lom muhitga aylantirish lozim. Mana mushkil iymoniy muhit barpo qilinganida har birimizning nafsiy yo'l boshlovchi emas, balki agashkuchi bo'ladi. Nafsning bu ikki xil pozitsiyasi orasidagi farqlar intayin zo'r. Ana shundoq bo'lgandala, turli omillarda o'zgarish bo'lib, yuz berayotgan qiyinchiliklar o'zligidan hal bo'ladi. Her birimiz sahabelerinin İslam'dan avvalqı ve keyinki ahvali haqida o'ylanib boqayli. Ular haqida, ularning tüp yıldızdan o'zgargan sebepler haqida tefekkür yurgizib boqayli. Ular Ömer ibn Hattab İslamga kirishdan burun Hattabning eski musulmon bo'lsa bo'lar-yo, Ömer asla musulmon bo'lmaydi deyishgan edi. Undaqda dastlabda bu xil hukm nimaga asosan chiqarilgan? Shak shubhasizki, bu uning jahiliyat vaqtidagi amaliy ahvoli qarata berilgan hukmdir. İman uning qalbidan o'rin olgandan keyin u butunlay o'zgargan va islomning buyuk simvollaridan biriga aylangan edi. Bismillahirrohmanirrohim.